Assalomu alaykum. K5 avtomobilimiz 2019-yil 139 ming kilometr yurgan, yoqilg'i benzin, 2 объем, 2 объем Rockshore pozitsiyasi 2019da chiqqan. Yoqilg'i benzin 11 million 200 ming won, dollarga 7700 dollar bo'ladi. Mashina ideal holatda. Salonlarni ko'ramiz endi. Balon holatlari ham yaxshi ekan. Jana o'rin bitmagan. Eshik beskilchoy dastur bor. Sidnasi ruchnoy suriladi. Salon pokiza ekan. Toza holatda. Sidnalar isitadi, dekoratsion, monitor, black box hamma narsasi bor. Panoramasi yo'q ekan akalar. Orqa saloni ham tiniq holatda mana. Kimga kerak bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. K5lar o'zicha qimmat yuradi. Bunisi ham 11 million 200 ming ekan. Kilometri 139 ming 2019-yil. Shuning uchun mashina qimmat. Yili yangiligi uchun. 7700 dollar. Aloqa qilib ko'rasizlar.